Biz har kun ishga shoshilamiz, ammo bu joylar toza, tartibli bo'lishi uchun kimlar mehnat qilayotganini ko'p ham sezmaymiz. Har tonggi bu insonlar jimjitlikda ishni boshlaydi. Ularning mehnati ko'zga ko'rinmasa-da hayotimizga fayz bag'ishlaydi. Mehnatning barokati pulda emas, ko'ngil rohatida. Har kasb e'tiborga loyiq. Halol mehnatimiz bilan boshqalarga qulaylik yaratamiz, deydi lavhamiz qahramonlari. Ularning mehnati jim ammo zarur, chunki har bir buyuk ish orqasida shunday sadoqatli insonlar turadi. Oramizdagi kichik odamlarning katta mehnatini qadrlaylik.